sizga nisbatan tezkor tadbir o'tkazildi. Malik emas bu, nima qilyapsizlar? O, yaxshimisan, yaxshi keldingmi? Qani o'tir. Yana ichyapsanmi? Nima deysan endi? Masalan, chaqirishimdan maqsad shu, yuqorida tanishlarim ko'p. Ishga tiklashim kerak. Yordam qilgan bir odamlarning o'rtog'i bo'lib. Mayli, men gaplashib ko'raman, lekin ular 10 mingdan kamiga rozi bo'lmaydi. Aytgan buyurmayli. Faqat meni tashishing kerak. Oxirgisi. Do'stining xatolaridan xulosa chiqarmagan ichki ishlar xodimi 10 ming AQSh dollari pora bilan qo'lga olindi. Holat esa Toshkent viloyatining Bekobod shahrida yuz bergan. Bir necha oy avval ichki ishlar organlari safidan bo'shatilgan qo'riqlash boshqarmasi xodimi xizmatga tiklanishi uchun hamkasbidan yordam so'raydi. Hamkasbi esa o'zining yuqori turuvchi idoralarda ishlaydigan tanishlari orqali qo'riqlash xizmatiga ishga tiklab berishini aytib, evaziga 10 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni talab qiladi. Ushbu noqonuniy harakatlarga chek qo'yish maqsadida sobiq xodim Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi. Viloyat shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Bekobod shahrida joylashgan oshxonalardan birining yonida sobiq xodim hamkasbidan talab qilingan pullarni olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlanadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 28 orqali 211-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Xabaringiz bormi? Qarzingiz bor mendan. 1 million 600 so'm. Voy, qanaqa qarz? U firmani puli-yu? Firma yopilganiga 2 oy bo'ldi. Men o'zim yonimdan to'lab yuribman. Agar o'sha pullarni to'lab qo'ymasangiz, men sizga chora ko'rishga majbur bo'laman. Probatsiya xizmati inspektori mahkuma ayoldan ta'magirlik yo'li orqali pul undirishga urinadi. Biroq bu jinoyat ekanligini anglab yetgan ayol Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi probatsiya guruhi inspektori 1989-yilda tug'ilgan mahkuma ayol bilan moddiy manfaatga qaratilgan noo'rin munosabatga kirishib, ayolga 2 oydan beri go'yoki o'zining hisobidan firmaga 800 ming so'm pullarni to'laganligini vaj qilib, 1 million 600 ming so'm pullarni berishini talab qilgan. Ertaga ishda bo'lasizmi, aka? Ha, ertaga ishda bo'lamiz. Ha, bu ashi 1 million 600 da, aka. Arzon berarsiz. Qancha olib beray? Berarsiz, 12 berarsiz. Ha, bo'ldi, aka, rahmat katta, aka. Holat yuzasidan ayol Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlariga murojaat qilib, xodimga nisbatan chora ko'rishini so'raydi. Viloyat shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus yig'ilishda probatsiya nazorati guruhi inspektorining yuqoridagi noo'rin xatti-harakatlari muhokama qilinib, xodim yig'ilish zalidan olib chiqib ketiladi. Xatolarni kech tushunib pushaymon bo'lgan inspektor o'z xohishi bilan ichki ishlar organlari tizimidan bo'shatildi. Sadoqatiga xiyonat qilgan insonlarga gapimiz bitta. Xiyonat qildingmi, oqibatiga ham tayyor tur. Zero ichki ishlar organlari safida halol va pok xodimlargina ishlashi mumkin.